Assalomu alaykum. Sen nima bo'lsa? Men akam aytgandilar uchrashuvga chiqasan deb, shunga keldim. Aniya oyim aytdi. Soat 7dami? Ha? Men soat 7da. Zo'r bezovta qildim. Ulug'bek uydamidi? Yo'q, ishdaydi-ya. O'g'lim bilaman. Jo'natman. O'zi o'g'limga aytdim. Biz bu oilaga to'g'ri kelmaymiz degan. Yo'q. Men shunchaki o'g'lingizni sinamoqchi edim. Onasini rozi qilgan odam, xudo xolisa singlimni ham xafa qilmaslikka aminman. Iloji bo'lsa sizdan bitta kichkina iltimosim bor edi. Qanaqa iltimos? Ulug'bekni men aytgan lokatsiyaga soat 7ga chaqirib bera olasizmi, iltimos? Xo'p. Men hozir akam bilan gaplashishchi. Men oyim bilan gaplashishchi? Alo, aka? Alo, ona? Baxtli bo'l, bola. Xo'p. Menga gul olib kelmadingizmi? Sen kelishing bilganimda gul olardim. Mayli, endi olib berasiz. Xo'p. Ana urgan shapalog'ilar yomon og'riyapti-da. Yo'q, kechiring. Bitta aylanamizmi? Mayli. Yurt gul bilaman. Kech. Vafodorim mani, ilk bahorim mani, fasling qo'msab